20 kilometr yurgan o'rtoqlar Malibu 2 mashinasini polni full ходовой qilib berdi. Videoga bitta like bosib turing. 24 taga yaqin detal almashdi, 4 ta amortizator, polni Mercedes ходовой, ikkita oldi chashka, podushkalari ham realni ketib qolgan ekan. Mana qaranglar, bu podushkalarni o'rtoqlar bo'linib ketgan ikkiga. Bunaqa darajagacha iloji boricha olib kelmaylar. Bu sizlarni motoringlarni vibratsiya beraverib ketkizib qo'yishi ham mumkin. Arzimagan tam ikkita podushkalar где-то yaxshisini olaman desanglar, koreyskilarini где-то 1 million 700, 1 million 800 atrofida chiqadi. Bu mashinamizga polni chegimiz o'rtoqlar 10 million 700 chiqqan, okamlarga 700 ming ro'za-yu Ramazon oyiga skidka qilib berib, rovno 10 million tekis qilib berdik o'rtoqlar. Past raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Agar sizni ham mashinangiz to'qilayotgan bo'lsa yoki bu narsa ishlari bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Zira servisda 5 ta filial bor. Любой joyga borib qo'ydirib ketasizlar. Telefon qilib kelaverasizlar.